Assalomu alaykum. Mehrikul obunachilari, aziz yurtdoshlar. Mana yangi ishlarimiz Xudo xolasa Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qumariq mahallasiga yangi ishlarimiz inshaalloh azizlar. Xo'p, mana shu turgan joyimiz 570 santimetrga tushdi azizlar. Mana bitta 50 talik bokimiz, yonlarida jumragi va 22 talik qozonimiz, 80 talik, 100 talik, oxiriga 22 talik tandirimiz. Ustilarida zontilari azizlar. Bu tomondan ham ko'rsatib o'tay. Mana azizlar, nihoyatda chiroyli bo'ldi. Tandirimizni ozgina tushuncha berib o'tkazsam, tandirimiz xudo xolasa 1 sutka mobaynida 70 kilo ko'mir bilan chiroyli bo'lib pishdi mana azizlar. Yoriqlari yo'q. Xo'p, o'choqlarimizni mana yoqib qo'yganmiz. Pastda suvlar qaynadi. Qozonimiz ham. Azizlar, mana shu turgan joyiga 860 ta g'ish ketdi, o'sha komplekt. Xo'p, ikkita katta qozonimizga 200 lik asbest turba qo'ydik. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu qozonimizga 22 talik va 50 talik bokimizga 150 lik asbest turba qo'ydik. Xo'p, tutun tortishlarni bir qator ko'rsatib o'tamiz azizlar. O'choqlarimizni yoqib qo'yganmiz. Olib keling, bir qator tutun tortishini ko'raylik. Xudo xolasa eshiklarni ochib bir qator tutun tortishlarni ko'rsating. Qozonlarimizni yoqib qo'yganmiz. Xo'p, yaxshilab tutatib olsangiz. Mana azizlar, to'rala tomon ko'rsatsangiz, xo'p, o'ta xotirjam, o'ta mo'tadil tutun tortishlari. Va bu 100 talik qozonimiz. 80 talik qozonimizni ham ko'rsatib o'taylik. Mana azizlar, 80 talik qozonimiz ham pelisos singari o'ta xotirjam, o'ta mo'tadil totmoqda. Buni ichida totadigan apparati yo'q, o'zi. Sxema shunaqa azizlar. Xo'p, kichkina qozonimizga o'taylik. 22 talik qozonimizga. Mana azizlar, 22 talik qozonimizni ham yoqib qo'yganmiz. Inshaalloh o'ta xotirjam. Yaqinroq bo'ling. Azizlar, bu bag'da eshik ochiqligi uchun skvozni haydayapman. Xo'p, bokimiz yoqmadik. Xo'p, bokimiz yoqmagan holatimizni bir ko'raylik, qay holatda tortayotganini. Yonib ham ketdi alangamiz. Yaxshilab yo'q. Mana azizlar, bokimiz ham yoqmagan holatimizda skvoznoy kuchliligidan yaxshilab ezing. Mana azizlar, aylantirib olsangiz ham bo'ladi. Mana azizlar, tutun tortishlari o'ta xotirjam. Bu yoqmagan holatimizda, to'g'rimi? Tutunda aylantirib kirib ketyapti. Yaxshi, yo'q. Mana azizlar, xudo xolasa ishlarimiz bitdi. 3 kunda ishlarimizni bitirdik. Mana shu turgan joyimiz o'sha, yana takrorlab o'tamiz, 570 santimetrga tushdi. Eniga 120 santimetr bo'ldi. Xo'p, zontigimiz 130 ga 110 santimetr. Bu tomondan ham ko'rsataylik. Mana azizlar, qozonlari ham xudo xolasa nihoyatda bir qalin, baquvvat qozonlar ekan. Mana xudo xolasa qozondagi suvlar bir xil qaynayapti, hamma joyi bir xil, o'rtasi qaynayapti. Bu qozonimiz ham mana kichkina qozonimiz ham suvlari qaynayapti. Xo'p, azizlar, mana uzoqdan ham ko'rsataylik. Joyimiz uzun, yeni kaltaroq joy ekan. Shu sababli nima bo'lyapti, mana uzunlik holat. Mana shu yon taraflariga xo'p, bitta stolni qo'yib, bemalol choypaz akalarimiz choyni damlab, mana shu ustilariga qo'yib, choyni damini yegizib, choyni ichib o'tirsa bo'laveradi, xudo xolasa. Mana azizlar, bizni YouTube kanallarimiz bor.
Mehrikul olsadan chiqadi. Instagram, hop, Telegram. Afishanada nomerlar qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hop, xonadonimizda tandir ham yasaymiz. Kenjaboy tog'a tandirlari. Tandirimiz xudo xolasa kessa bermaydigan 10 yildan 15 yilgacha garantiyasi bor. Inshaalloh. Avvalo Alloh ijolat qilib bermasin. Hamisha ishlarimiz fayz barakotni bersin hammamizga. Hurmatli kuzatuvchilar, ishlarimiz yoqqan bo'lsa, chiroyli qilib bitta like bosib qo'yasizlar. Hop. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yoshlarni ham har bittasiga alohida mehr berib urdik, inshaalloh. Qo'ldan kelgancha. Xo'p, azizlar, eshiklariga ham to'xtalib o'tamiz. Eshiklari ham nihoyatda yaxshi, mustahkam. Zakaz bersalaring chaqirtirib beraveramiz eshiklarini ham. Soplari kuymaydi. Mana azizlar. Xo'p, tandirimiz va zontiklari. Xo'p, tepalarida ozgina montaj ishlari bor ekan. Mana shu yon taraflar, yonlariga bemalol tovoqda jizzalarni qo'yib, oshna og'ayniga, qarindosh urug'qa bemalol mehmondorchilik qilsa bo'laveradi, xudo xolasa. Azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi safar albatta sizni xonadoningizda bo'lishimiz mumkin. Bemalol aloqaga chiqinglar, narxlarni ham kelishtirgan holatda qilib beramiz azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.